Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 9-aprel 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 20 so'm 50 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 1228 so'm 58 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1,222,858 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0,6% ga oshdi. Yevro 166 so'm 78 tiyinga oshdi. 1 yevro 14.282 so'm 98 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1,428,298 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 0,8% ga oshdi. Rossiya rubli 96 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 155 so'm 96 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 155,960 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 1,3% ga oshdi. Xitoy yuani 10 so'm 9 tiyinga oshdi. 1 Xitoy yuani 1790 so'm 37 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1,790,370 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 1,2% ga oshdi. Koreya voni 12 tiyinga oshdi. 1 Koreya voni 8 so'm 27 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Koreya voni 8270 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Koreya voni 0,1% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 35 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 78 Rossiya rubli 41 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7840 Rossiya rubli 84 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 0,7% ga tushdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.